Assalomu alaykum do'stlar, man Shohruh. Men kecha Finlandiyaga uchib keldim. Bugun men hozir o'rtog'imning kvartirasidaman. Mana shu yerga joylashdim. Bu joy Vantada, Helsinkiga juda yaqin joy. Qaytib kelganim sababi men 1 yillik VNJ oldim. Mana finskiy VNJ 1 yilga menga berishdi. Qaytib kelganim sababi shu 1 yil ichida o'zimga qo'ygan hamma maqsadlarimni nima deydi qilishga keldim, qaytdim. Ish yo'q menga bu yerda hozir. Ish yo'q, ish bor edi, lekin u uchishimdan bir kecha oldin nima deydi atmen bo'lib qoldi. Hozir ish yo'q, lekin turarga vaqtinchalik joy bor. Pul ham kam. Bugun men sizlarni o'zim avval ishlagan, o'sha eski o'qib yurgan paytimda ishlab yurgan skladimga olib boraman. Tur qilamiz. U yerda nima o'zgarishlar bo'lgan, gaplashib ko'raman, meni ishga olishadimi yo'qmi? Chunki men hozir ish qilishim kerak. Aktivni ish qilishim kerak bo'lmas. Chunki bu yerda ishlamasang, bu davlatda qola olmaysan, ko'chada qolasan. Skladga boramiz, ko'rsataman, nima ish qilganman, qancha topganman, nima yangiliklar bo'lyapti. Shuni hammasini ko'rsataman. Agar sizga qiziq bo'lsa, videoni o'qib bo'lmasdan ko'ringlar, like bosib, podpiska tashinglar. Biz yaqinda 1000 ta bo'ldik. Maqsad menda hozir shuni 2000 taga olib chiqish, 2000 ta podpischik YouTube'da olib chiqish. Bu yog'iga umid qilaman, tez videolar qo'yib turaman. Bitta video qo'yib 2-3 yilga qolib ketmasdan. Hozir ozgina room tour qilaman. Qatga keldim, qatda yashayapman. O'zingizlar ko'rganlaridek, 2 xonali kvartira. Mana. Mana bu view, manzara. Hozir bozordan ko'rsataman. Katta. Balkoni ham katta, o'rtog'imni bitta o'zi turadi. Bunaqa balkon kattagina bir xona hisobladim. Yozib mana shu yashasa bo'ladi. Tak, bu men bo'ladigan joy, xona. Divan, bu yoqda kuxnya, bu yog'i studiya уже. Zal bilan kuxnya bittada. Вот. Bu yoqda o'rtog'im o'zi turadi. Andrey. Sizni hali videoda ko'rasizlar, bugun tanishtiraman. Bu yog'i sanuzel. Mana dush, stiralka, yo'q, tushuna olinglar. Mana shunaqa gaplar. Vaqtincha turishga joy bor. Pulni ham beraman, tekinga emas bu narsa. Ko'rasizlar, hali narsalarni joyiga qo'ymaganman. Bugun shuni hammasini qilaman. Menga joy bo'shta beraman deb aytdi o'rtog'im. Mana gilamini qaranglar. Chotki gilam tashlayveraman degan kecha men aytdim. Yo'q, tashlama o'rtog'im, men buni prisoslab, tozalab, to'shab qo'yaman dedim o'zimga. Endi hozir zavtragimni qilaman-da, keyin o'rtog'im bilan soat 1larda yo'lga chiqamiz. Biz hozir skladga ketamiz, o'rtog'im bilan, Andrey bilan. Uni skladdan oldin boshlab trenovka qilib olaman dedi. Turnukka chiqamiz. Yomg'ir kecha yog'di. Havo salqin emas. Mana o'rtog'im mashinasi. Вон эти вот тоже. Привет, подписчики. На узбекском скажи. Я не знаю на узбекском. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Biz hozir yo'lga chiqamiz. Seni o'rtog'im Andrey bilan tanishtirmadim. Andrey. Nimaga buni oldiga keldim? Buni hozir yonida yashayapman. Chunki bu meni eski o'rtog'im. Biz bitta universitetda o'qiganmiz. Mendan bitta kurs pas o'qigan. O'sha 3 yildan beri почти 2 yil birga o'sha skladda ishlaganmiz. Shundan beri yaxshi tanishib qo'yamiz. Men unga kelishimdan oldin 2 oy oldin, 3 oy oldin yozganman. Men boryapman, vizaga topshirdim deb. O'sha payti menda problema edi, yashash joy. Qayerga borishimni bilmagandim, tayyor joy yo'q. Shunday gaplashdim, aytdi, kvartiram bor dedi, keldi dedi, yordam qilaman dedi. Turasan, bemalol. Keldim. Zo'r. Zolotoy Andrey. Tanishlanib bo'lgani yaxshi. Yaxshi o'rtoqlanib bo'lgani yaxshi. Chunki qiyin paytda ular qo'llab-quvvatlab olishadi. Chunki agar men hozir bunaqa tanishim o'rtog'im bo'lmaganda, men hozir bu yerga kelolmasdim. Kelganda ham bilmagandim nima bo'lardi. Mana shu joyga ertalab yugurishga chiqsa zo'r ekan.
qarang. Bo'm-bo'sh. Faqat mashinada kelish kerak ozgina. 5 minutlik yo'l. Lekin zo'r joy. Havo top-toza. To'g'ri skladga ham keldik. Mana shu yerda avval ishlaganman. Ichkariga kiramiz. Eski tanishlardan ko'rishamiz, salomlashamiz. Bu skladda hozir ishchilar juda kamayib ketgan, chunki yangi texnologiya kirishyapti. Avtomatlashtirishyapti upakovka protsessini. Tovarni nima o'sha sortirovka qilib, o'rab, nima deydi buni? Upakovka qilish. Mana turibdi liniya, ko'ryapsiz, apparat. Bunaqa apparatlar yengilab qo'yishing ko'ygan. Ko'p ishlarda odamlar ishlaydi hali avvallari. Hozir hech kim yo'q. Odam kamayib ketgan. Odam ishchi kuchini olib tashlashmoqchi. O'rniga shunaqa apparatlar, robotlar qo'yishadi. Bilasizlar, robotlar dam olmaydi, charchamaydi. Faqat buzilib turadi, lekin ularga pul to'lash kerak emas. O'sha plyusi. Mana shu odamlar ishlaydi avval. Hozir hammasi avtomatlashtirishyapti. Sekin-sekin o'sha odam qolmaydi. Sun'iy intellekt haqida ham bir gap aytmoqchiman. Chunki hozir ko'rayotganlaringizdek odam kuchi уже oddiy masalan skladda ishlab tovar ko'tarib yo'dan bu yoqqa qo'yadigan odamlar уже ishsiz qoladi ko'pchiligi. Shunaqa deb o'ylayman kelajakda. Endi ertaga unaqa emas, bir yildan keyin emas. Bor shunaqa bo'ladi. Shu sababdan o'zim ham sun'iy intellektni o'rganishni boshlaganman anchadan beri. Uni qanaqa qilib hayotda, biznes protseslarga qanaqa qilib uni kiritish mumkin. Oddiy bo'lgan kichkina proseslarni avtomatlashtirish biznesdagi. Shundan o'rganyapman sekin-sekin, hali sizga ko'rsataman. Hali ko'p proyektlarim bor, qiladigan. Ularni sekin-sekin amalga oshirish kerak. Sklad o'sha o'zgarmagan, просто robot qo'yishgan bo'ldi. Все. Mana shunaqa qilib yurib skladda tovar yig'ardik. Mana shu bolaning qo'lida apparati bor. Skanerga o'xshaydi, shu tovarni borib skan qilib, o'sha qo'ygan narsasiga qo'yiladi. Buni yuzini ko'rsatmayman. Shu narsaga qo'yiladi mana. Mashinasiga qo'yiladi. Yurib bola. Hop, yuzimni ko'rsatmaganda, hop, uyaldi. Hop, shunaqa qilib tovar yig'ilardi, keyin liniyaga borib, o'sha yerda upakovka qilib, dashli paletlarga qo'yilardi. Bizga soatli to'lashmasdi, bizga yiqqan zakazimiz bo'lardi. Har bitta donasiga pozitsiyaga olardik. Men o'zimga kofe qilib oldim. Men hozir skladda oshxonasida o'tiribman. Andrey ishlayapti, unga xalaqit qilmaydi. Chekkaga o'tdim, oshxonaga o'tdim. Sklad o'z video yo'q mumkin emas. Texnikni yashirib ko'rsatishga harakat qildim. Mana tepadan qanaqa ko'rinadi. Mana. O'zim ham o'tgan kuni uchishimdan oldin, bir kecha oldin menga aytib qolishdi. Skladda hozir avtomatizatsiya bo'lyapti, ishlarni haydayapmiz, ish kamagan. Keyin bundan buyog'iga ishchi qo'l kerak bo'lmaydi deb aytishdi. Manda reja bo'yicha bo'tga uchib kelaman. 2 kundan keyin sразу skladga chiqib, mana shu ishlashni boshlayman. Vaqtinchalik. Чтобы ish qidirmasdan. Lekin menga yo'q deyishdi, ololmaymiz hozir deyishdi. Bu yoqqa ish qidiraman endi. Avval bu yerda ishlaganimda oyiga 2,5 ming qolardi rasxoddan tashqari. Masalan 3,5 ming, 4 ming gross qilsam rasxod, yeb ichim, arenda, nalogdan keyin 2,5 ming qolardi. Hozir bunaqa bolalar bunaqa pul topmayapti bu yerda. Chunki ish kam. Buyurtmalar ish kam. Ko'rinadek texnikalar ish olib qo'yyapti odamlardan. Men bunaqa bo'ladi deb o'ylamadim. Kelaman sразу ishga tushaman, ishlashni boshlayman deb o'yladim. Lekin bittasi bunaqa bo'lmadi. Hali ham turishga joy bor. Bitta problemam hal bo'ldi. Agar u ham bo'lmaganda, voy, rostdan ko'chada qolardim. Ish topish kerak srochni. Agar tanish bilishinglar bo'lsa, bu yerda Finlandiyada ishlab yurgan, telefon qo'yasizlar. Sho'g'ilga ish kerak ekan deb.
Biz уже qaytdik uyga, o'rtog'im 4 soat ishladi. Примерно $90 ishladi. Ertaga ham chiqadi, men uyda qolaman уже, ertaga bormayman. Chunki menga u yoqqa borishdan maqsad yo'q. Boshqa men bugun просто borib eski tanishlarni ko'rib salomlashib kelib deb bordim. Hozir cho'milaman-da, keyin уже uxlayman. Ertaga rejalarimni tuzib gazini bosish kerak. O'rtada bo'lmasam keyingi videoda ko'rishguncha. Пока.